eksperiment o'tkazib bermoqchiman. Biz har doim mana bolalik paytimizda ovqatlanamiz. Mana bu yerda suv bilan guruchimiz bor. Suv guruch buni tiniq qilib ko'rsatgan. Endi bunga biz har doim yeyotgan narsalarimiz yodlarda har doim yeymiz, ichamiz. Borgan sari organizmimiz borgan sari qorayishni boshlaydi. Bu yod qanday yodmi? Voy. Ashi yeb ichganimiz sari men bunday bo'lib organizm qorayishni boshlaydi-da. Qoshiq bormi shu yerda kichkinaroq? Stakanga qo'shish kerak ekana? Ha, ko'rinib turgan stakan yaxshi edi. Gruppaga tashlaymiz. Bizi даже ichki organizmlarimiz ham uni ichida guruch bor. Guruch singari men bunday bo'lib qorayishni boshlaydi-da. Hamma organimiz shunday bo'lib qorayadi. Endi organizmda har doim masalan trubalar shunday bo'lib qorayib ketganda nima bilan chistga qilamiz? Anaqa sredstvalar qo'shib tozalaymiz. Organizmni nima bilan tozalaymiz? Mana shu yillar davomida yegan yodlarimizni, ichki organizmimizni achistga qilib beradigan bu kompaniyamizda mana shunday bag'da bor. Bu bag'da har bir inson ichib foydalanishi kerak-da. Endi buni har doim ichganingizda organizmda shunaqangi achistga qilib tozalab beradi. Даже yuzida dog'im bor, krem surkasam ham ketmayapti deyotganlarga men mana shuni tavsiya qilaman-da. Bu organizmda ichki organlardan tortib tozalab beradigan narsa. Vitamin C. Vitamin C da ichasiz. Ichganingizda уже men hammasini solmadim, mana yarmini soldim. Buni aralashtiramiz. Aralashtirsangiz mana shu qop-qora degan organizmingizni ko'ryapsizmi? Qanaqa chiroyli qilib tozalab berdi. Mana qorayib ketgan guruchlarni ham mana rangini oqartirib berdi.